Roza tutyap turgan aka opa singillarimiz bo'lsa, bu videoni ko'rmanglar, sababi yaxshi gaplar bo'lmaydi. Ko'rgan bo'lsanglar, bugun bitta istoriya qo'ydim, ya'ni ehson qilish kerak deb qo'ydim. 3-4 soatdan keyin olib tashladim bu videoni. Bir ayol kishi jigar sirozi bo'lgan, jigar qurib ketishi, bu kasallik juda ham og'ir holatlarga olib kelishi mumkin. Agar vaqtida davolamasa, shu roza kuni xalq padesha qilsa, imkoniyati borligicha tezroq shifokorga borib davolansin deb qo'ydim istoriyani. Ammo eshitinglar galasa bo'ldi. Rost aka dadamga bitta degan nomer telefon qilibdi. Telefon qilib el soq tadmini bo'laman. Hozir kartingizga pul tashlamay SMS keladi debdi. SMS kelibdi, u dadam qaramagan. Nabrot pul tashlash o'rniga kartaga bor pulni yechib olgan aka. Boshqa qolmabdi hozir kartada. Hammasini yechib olibdi. Xullas, qaysidir amdi bolasi, qaysidir pidaras valadasini ota-onasini musordan topib olgan gandon meni adminlarim nomidan chiqib kartasida bor pullarni yechib olgan. Uzr, meni kuzatyapti turgan yaxshi insonlar so'kyapti turganim uchun, lekin u gandonni bolasi yonimda bo'lganda so'kib o'tirmasdim-da. Ko'tiga ikkita qo'limni tiqimish ikkiga bo'lib yuborardim jalabda bolasini. Bilib qo'y. Pidarras, roza kuni mana shunaqa ishlar qilyapsan, ayol kishi mana shunaqa xastalikda yotibdi, sen vatanni ham sotasan pulga, buyingni amigasi keldi bolasi. Odamlar qo'ydim, uje orqangdan tushishadi, xudo xolasa topishadi. Topganidan keyin seni u hali video qilib, bu qilib uzr so'rash unaqa narsa bo'lmaydi. Konkretna narsa kamida butilka og'zingga qo'ttag'im, kamida butilka men senga va'da beraman, topilsin bo'ldi, jalabda bolasi onangni sizga. Qadrdonlar, kim pul tashlagan bo'lsa shu insonlarga minna-min rahmat. Pul yig'ilish kerak, tezroq shifokorga borib davolanish kerak ekan. Shunga yana kartalarni qoldiryapman, telefon nomerlarini qoldiryapman. Bu kartalar boshqa, u hali pul yechadigan emas. Bular ham soddalik qilib qo'ydi, bularga tushuntirdim. Amakim telefon qilsa ham bermanglar, hech kimga hech narsani aytmanglar deb aytib qo'ydim. Sharoitinglar bo'lsa o'tkazinglar, telefon qilinglar, telefon nomerini qoldirdim pastda. Kim nimani agar savollari bo'lsa. Kattakon rahmat hammaga, e'tiboringlar uchun sog' bo'linglar.